Telefoningizda kino yoki futbol tomosha qilishni istaysizmi? Lekin smartfoningiz ekrani bunga kichiklik qilyaptimi? Unda sizga 3D ekranni tavsiya qilamiz. Bu qurilma orqali siz smartfoningiz ekranidagi tasvirni kattalashtirib, 3D holatida ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Narxi 97 ming so'm. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Mirziyoyev oziq-ovqat narxlariga nimalar ta'sir ko'rsatayotganini aytdi. Yaqin kunlarda yana zilzila bo'ladimi? Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot berdi. Bayden musulmonlarni Ramazon oyi bilan tabrikladi. 1-apreldan tadbirkorlarga 130 million dollar banklar ishtirokisiz to'g'ridan-to'g'ri ajratiladi. Rasman O'zavtosanoat raisi Shavkat Umurzoqov Toshkent shahar hokimi bo'ldi. Putinni Germaniyada hibsga olishsa, barcha raketalarimiz shu zahoti Berlinga uchadi. Medvedev. Endi jarimalarni vaqtliroq to'laganlarga chegirma beriladi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Rossiyaning Vladivostok shahrida qabristonda urushda halok bo'lganlarni ko'mish uchun uzundan-uzun navbatlar yuzaga kelgan. Videoga olgan rossiyalikning aytishicha, dekabrda bu yerlarda birorta qabr bo'lmagan. Kechasi mashinalarni bemalol ko'rishga yordam beruvchi Night View ko'zoynaklarimiz yetib keldi. Night View ko'zoynaklari bilan kecha-yu kunduz issiq va sovuq, quyoshli va bulutli ob-havoda ham o'zingizni erkin his eting. Narxi atigi 99 ming so'm. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Mirziyoyev oziq-ovqat narxlariga nimalar ta'sir ko'rsatayotganini aytdi. O'zbekistonda eksport-importda logistika, o'g'it va yoqilg'i xarajatlari oshib ketgani oziq-ovqat narxlariga o'z ta'sirini ko'rsatyapti. Tahlillarga ko'ra, bu holat 2023-yilda ham, kelgusi yillarda ham saqlanib qoladi. Bu haqda 23-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish, bahorgi ekin mavsumini samarali tashkil etish bo'yicha asosiy vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytib o'tildi. Yig'ilishda oxirgi 2 yilda jahonda oziq-ovqat inflyatsiyasi yiliga 15-20% dan pasaymayotgani, o'simlik yog'i, sut va go'shtning jahon narxi so'nggi 30 yildagi don mahsulotlari va shakar esa so'nggi 10 yildagi eng yuqori darajaga ko'tarilgani qayd etildi. Mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishga 200 ming gektar yer ajratilgani, 500 ming gektar qo'shimcha yerlar oborotga kiritilgani ichki bozordagi narx-navoni barqaror ushlab turish va eksportni ko'paytirishga xizmat qilmoqda. Lekin aholimiz soni o'sib borayotgani, jahondagi nobarqaror vaziyat, logistikadagi uzilishlar oziq-ovqatni ko'paytirish bo'yicha oldimizga yana katta vazifalarni qo'ymoqda, deydi Mirziyoyev. Shu munosabat bilan viloyat, tuman hokimlari oziq-ovqatlarni ko'paytirish, odamlarni band qilish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlarni izlash kerakligi ko'rsatib o'tildi. Putinni Germaniyada hibsga olishsa, barcha raketalarimiz shu zahoti Berlinga uchadi. Medvedev. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev agar Berlin Rossiya yetakchisi Vladimir Putinni hibsga olsa, Rossiyaning barcha raketalarini Germaniyaga uchirish bilan tahdid qildi. Dmitriy Medvedev mahalliy jurnalistlar va Vkontakt foydalanuvchilaridan kelgan savollarga javob berayotgani tasvirlangan video xabarlarni Telegram kanaliga joylagan. Videoda u Yevropa rahbarlaridan norozi ekanini, ertami-kechmi vaziyat yaxshilanishi va ungacha Yevropaning amaldagi yetakchilarini ko'pchiligi pensiyaga chiqib ketishi yoki vafot etishiga umid qilishini aytgan. Shuningdek, u Putin Germaniyaga kelsa hibsga olinishi bilan tahdid qilgan. Germaniya adliya vazirini, Germaniya adliya vazirini haqorat qilgan va bunday vaziyatda Rossiya raketalari Berlinga uchirilishi bilan po'pisa qilgan. Agar Germaniyada Rossiya prezidenti hibsga olinsa, bu urush e'lon qilish bilan barobar bo'ladi va bizning barcha raketalarimiz Bundestagga va kansler ofisiga uchib ketadi, degan Medvedev. Eslatib o'tamiz, oldinroq Gaagadagi xalqaro jinoyat sudi Rossiya yetakchisi Vladimir Putin va mamlakat prezidenti huzuridagi bolalar huquqlari bo'yicha vakil Mariya Lvova-Belovani qamoqqa olishga order bergandi. 1-apreldan tadbirkorlarga 130 million dollar banklar ishtirokisiz to'g'ridan-to'g'ri ajratiladi. Bu haqda prezident yig'ilishida ma'lum bo'ldi. Bunda bank ustamasi bo'lmaydi va tadbirkor bozorga qaraganda ancha arzon kredit olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu mablag'lar mahsulot yetishtirish, qayta ishlash va xarid qilish, texnika sotib olish uchun 10 yilgacha 14% dan ajratiladi.
Ukrainada urush uzoq davom etadi. Stoltenberg G'arbni hushyorlikka chaqirdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg G'arb Ukrainada uzoq muddatli mojaroga tayyorlanishi kerakligi, chunki uni hal qilish istiqbollari hali ko'rinmayotganini ma'lum qildi. Bu haqda u 22-mart kuni Britaniyaning The Guardian gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tgan. Qayd etilishicha, Stoltenberg Ukrainadagi mojaroni vayronakor urush deb atagan va Rossiya rahbariyati tinchlikni rejalashtirmayotganini aytgan. Bosh kotibning aytishicha, G'arb davlatlari Ukrainaga yangi o'q-dorilar va qurollar yetkazib berish uchun ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish kerak. Chunki hozirgi o'q-dorilarni sarflash darajasi ishlab chiqarish tezligidan ancha yuqori. Jang maydonidagi voqealar kontekstida Stoltenberg NATO tomonidan yetkazilayotgan yordam Ukrainaning qarshi hujumini amalga oshirishga qaratilganini aytgan. Shu bilan birga u yana bir bor harbiy qarorlarni alyans emas, Ukraina qo'mondonligi qabul qilishini eslatgan. Ukrainaga Amerika F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berish ehtimoli haqida gapirar ekan, bosh kotib hech qanday qaror qabul qilinmaganini ma'lum qilgan. Bundan tashqari Stoltenberg G'arb davlatlari o'z mudofaasi uchun ko'proq mablag' ajratish kerakligini ta'kidlagan. Iyul oyida Vilnyusda bo'lib o'tadigan sammitda ittifoqchilar mudofaa sohasiga yanada ulug'vor investitsiyalar, yalpi ichki mahsulotning kamida 2% ni olishga rozi bo'lishlarini kutaman, degan NATO bosh kotibi. Shuningdek, u Xitoyning Ukrainadagi mojaroni hal qilishga yordam berish istagi, Ukraina pozitsiyasini tushunish va prezident Vladimir Zelenskiy bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishga urinishi bilan birga bo'lish kerakligini aytgan. Shu bilan birga Stoltenberg Pekin Moskvani Ukrainadagi harakatlarni qoralamaganidan afsusda ekanini bildirib o'tgan. Bundan tashqari Stoltenberg joriy yilning sentyabr oyida vakolat muddati tugashini ham e'lon qilgan. U 2014-yildan beri NATO bosh kotibi lavozimini egallab kelmoqda. Eslatib o'tamiz, oldinroq Chexiya prezidenti Pyotr Pavel Praga Ukrainaga maksimal darajada yordam bergani va bu borada o'z imkoniyatlari chegarasiga yetganini aytgan edi. Rasman O'zavtosanoat raisi Shavkat Umurzoqov Toshkent shahar hokimi bo'ldi. Shavkat Umurzoqov Toshkent shahar hokimi etib tayinlandi. Bu haqda O'zA xabar berdi. U bunga qadar O'zavtosanoat kompaniyasi raisi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Shavkat Umurzoqov 1979-yilda tug'ilgan. 2011-yilning iyun oyidan 2013-yilning sentyabrigacha Toshkent viloyat prokuraturasida uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan. 2013-2018-yillarda O'zbekiston bosh prokuraturasi huzuridagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish departamentini boshqargan. Eslatib o'tamiz, 16-yanvar kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida bo'lib o'tgan energiya resurslari ta'minoti yuzasidan yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni ishdan olganini e'lon qildi. Uning ma'lum qilishicha, Ortiqxo'jayev ogohlantirishlarga qaramay qishga lozim darajada tayyorgarlik ko'rmagan. 16-yanvardan boshlab Jahongir Ortiqxo'jayev o'rniga Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Endi jarimalarni vaqtliroq to'laganlarga chegirma beriladi. Joriy yilning 1-mayidan boshlab O'zbekistonda ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha qo'llanilgan jarimani ixtiyoriy to'lash tizimi yanada soddalashtiriladi. Bu haqda 23-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan ma'muriy jarimalarni to'lashda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish hamda sohada korrupsion omillarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda keltirilgan. Hujjatga ko'ra, huquqbuzar unga jarima solish to'g'risidagi qaror topshirilgan kundan boshlab 15 kun ichida jarima miqdorini 50%ni, 30 kun ichida 70%ni ixtiyoriy ravishda to'lasa, u jarimani qolgan qismini to'lashdan ozod qilinadi. Mazkur tartib sud qaroriga asosan qo'llaniladigan jarimalarga nisbatan ham tatbiq etiladi. Yaqin kunlarda yana zilzila bo'ladimi? Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot berdi. O'zbekistonda yaqin kunlarda yana zilzila sodir bo'lishi haqida xabarlar tarqalmoqda. Ushbu xabarlar yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, bugungi kunda dunyoning hech bir davlatida zilzila sodir bo'ladigan sana va hatto taxminiy vaqtni bashorat qila oladigan texnologiyalar mavjud emas. O'zbekiston seysmik faol zonada joylashgani sababli ba'zida yer silkinishlari sodir bo'ladi. Har doim shunday bo'lgan, deyiladi xabarda. Shu munosabat bilan vazirlik aholini bunday yolg'on xabarlarga ishonmaslikka chaqirgan. Eslatib o'tamiz, 21-mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:47 da Afg'onistonda zilzila sodir bo'ldi. Mazkur zilzila O'zbekiston hududlarida ham sezilib, 5-6 ballni tashkil qilgan.
Bayden musulmonlarni Ramazon oyi bilan tabrikladi. AQSh prezidenti Jo Bayden musulmonlarni Ramazon oyi bilan tabrikladi. Ushbu tabriklar qayd etilgan bayonot Oq uy saytida e'lon qilindi. Bugun men butun mamlakat va butun dunyodagi musulmon jamoalarga islomiy muqaddas Ramazon oyi, roza tutish, yangilanish, xayr-ehson qilish, ibodat qilish va o'sish davrini boshlashlari uchun eng yaxshi tilaklarimni bildiraman. Ushbu muqaddas mulohaza davrida Qo'shma Shtatlar ham qiyinchilik va vayronagarchilikka duchor bo'lgan musulmon jamoalarni qo'llab-quvvatlashimizni yana bir bor tasdiqlaydi. Biz yaqinda sodir bo'lgan dahshatli zilzilalarda ko'plab yaqinlarini yo'qotgan Turkiya va Suriya xalqi va o'tgan yozdagi toshqinlardan keyin o'z hayotlarini tiklayotgan Pokiston xalqi bilan birga bo'lishni davom ettiramiz. Bugun biz ayniqsa insonning o'z diniga tinch va oshkora e'tiqod qilish, ibodat qilish va targ'ib qilish huquqini eslaymiz. Hamkorlarimiz bilan birgalikda Qo'shma Shtatlar zulmga duchor bo'layotgan musulmonlar, jumladan Xitoy Xalq Respublikasidagi Uyg'urlar, Bermadagi rohinjalar, butun dunyo bo'ylab ta'qibga uchragan boshqa musulmon jamoalar bilan birdammiz. Ushbu muqaddas oyda biz tashkil etilganimizdan beri Amerika tarixining bir qismi bo'lgan butun mamlakat bo'ylab musulmon jamoalarini ham hurmat qilamiz. Ilm, fan va texnologiyadan, san'at va akademiyaga, huquq va tibbiyotga, biznes va hukumatga, undan tashqarida musulmon amerikaliklar bizning millatimizning turli gobelen avlodini avloddan avlodga mustahkamlashda davom etmoqdalar. Shunday qilib bugun keling, turli madaniyatlar va e'tiqodlar bilan birlashaylik va yanada teng huquqli, adolatli, bag'ri kengroq va rahim shafqatli xalqni yaratish bo'yicha majburiyatimizni yangilaylik. Ramazonni nishonlayotgan amerikaliklarimga va butun dunyo musulmonlariga Ramazon Karim, Ramazon oyi muborak va osoyishta bo'lishini tilaymiz, deyiladi Amerika prezidentining bayram tabrigi bayonotida.